Neymar boshidan o'tkazgan jarayonda ko'z oldimga Neymarning faoliyati kelyapti. U ham super talant edi. Talant bo'yicha Messi, Ronaldodan ortiq bo'lsa ortiq, lekin kam emas edi. Ammo u o'sha konsentratsiya, fokus, o'z ustida ishlash, butun jarayonni, butun hayotini to'liqligicha, hali uxlashidan tortib ovqatlanishigacha futbolga bag'ishlamagan edi. U ham shunaqa qizlar, otasi ham qo'shildi, nimadirlar, kechki hayot, pul, mul, e'tibor, Instagram, mana shu narsalarga berildi. Bu ham kerak. Me'yorida ozginadan, bu ham kerak deganda nima demoqchiman, ommaviylik. Ronaldo ham Instagramga fokus qaratgan, lekin u Ronaldo Instagramiga professionallarni o'tkazib qo'yganda, ko'rinib turadi, hali balansni ushlab turadi. Juda oshirib yubormaydi. Joy-joyida kelganda postlar qo'yib turadi. Messi namunaviy bir ko'rinish hamma uchun. Hayot tarzi, oila, kamtarlik, intervyularda bosiqlik, raqiblarga hurmat, oxirgi kelib sal erkalanib, nimadirlar, haligi flash intervyularda nimadirlar degan bo'lishi mumkin, lekin unga yarash chempionlikdan keyin gapirilayotgan gap.